Salam alaykum. Sizlarga deydigan muhim xo'sh xabarim bor. Nima xabar Azoil? Xo'shal ko'rinsan o. Uning aqsiga tushdi. U avval hiliq xristianni ko'ydirish murosimiga qatnashdi. Ondan u xristianning dadisining uyiga bordi. Aferin. Rim, Aten, Antakya, Kirt, Kıbrıs, Palestin, Suriye ve Philadelphia qatarlıq hamma joylarga bir ilohga cho'qinadiganlar to'shib ketdi. Ularni har qancha o'ltirsakmi, qiyin qistabga olsakmi, dengizga tashlasakmi yoki yovishirlarning oldiga tashlab bersakmi, yanada tugumaydi. Ular hatto bizning qasrlarimizga sirg'ib kirdi. O bichoralarning dinining qasrga qayerdan kirganligi ma'lum emas. Söyümlük Julius. Sen tushunmayapsanmi yoki tushunmas bo'lib oldingmi? İmperator Demisian tağısının oğlu Flavianus Kilmanis ve onun ayali Flavia Demisianini Hristiyan boğalık cinayeti bilen öldürmedi mi? Ola mı? Töven tabakadaki kişilermidi ha? Ondaqda bizning o'z atrofimizdagi kishilarga ko'proq diqqat qilishimiz aqlga uyg'un emasmi? Nima demoqchisan? Mening biri alohida maqsadim yo'q. Faqat ehtiyot uchun deb qo'ydim xolos. Lekin men o'z atrofimdagi kishilarga ishonch qilaman. Ammo sening so'zingga qo'shilaman. Cho'qim diqqat qilish kerak. Ali janob Maximilian keldi. Bizning yuqori darajalik mushavirimiz oxiri yetib keldi. Xizmatlarga tayyorman oliylar. Ali janob Diokletianusga salom. Kechikib qolganimdan afo so'rayman va meni afo qilishlarini umid qilaman. Janobi Maximilian, bu chaqqicha nada yurdingiz? Janobi validan haqiqatni yushirib qilish mumkin emas. Men bugun bir ish bilan ko'rishgili. To'xtang, o'zim deb baqay. Siz bugün çokum adam köydürüş murasimiga bordingiz, shundaqmi? Ha? İmperatorning haykalinin oldida ehtirom bildirishning o'rniga uni pachaqlab tashlagan va boshqa ilohlarga ahonat qilgan hiliq odamni ko'ydirishga gumonim to'g'rimi? To'g'risini topdilar, Ali janob. Çokum nihoyatda hayajonli bir sahnani ko'ribsiz-da. Osmonga o'rlayotgan zo'r o'tni ko'rish va uningga ko'yayotgan jinoyatchining noli faryodlarini anglash rostilla qiziqarli, ha? Bundaq sahnalarni ko'rish insonning his tuyg'usini qo'zg'aydi va dushmanlarni vahshatga tashlaydi. Lekin janobi Maximilianus, biz bundaq sahnalarni har kuni digidek ko'rib turyapmiz. Sizning bu murosim tufaylidan bundaq muhim bir yig'inga kelmasligingiz to'g'rimi? Kechikkanligimning sababi faqat bu murosimga qatnashish emas edi. Men bir rimlikning oilasini yo'qligini borgan edim. Betobmikan to'q? Yo'q. Muhtoj ekan to'q. Men ularga tasalli berib, hojatini ado qildim, Ali janob. Siz rostilla muloyimlik va ko'nglini oyash bilan bu kishilarga hukmronlik qilib bo'ladi deb o'ylamsiz? Ali janob Diokletianusning maqsadini tushunaman. Hukmronlik qilish bilan bo'lish kerak. Ammo mencha tanha qilish kifoya qilmaydi. Janobi Maximilianus, biz har kuni kishilar orasida yangi dinlarning paydo bo'layotganligini ko'ryapmiz. Qilish ishlatmay turib bu dinlarni qandoqmi yo'qota olamiz? Dinlar dunyoning hamma joylarida hamish paydo bo'lib, turli huquqdorlar uningga har xil vositalar bilan qarshi turdi. Ba'zida siyosat yurgizuvchilar aql-farosat ishlatib, mehr-shafqat qilish bilan o'z maqsadiga yetdi va ba'zida qilish orqali. Ammo men siz xatolashyapsiz, Maximilian. Hukumat faqat qilishning soyasida mumkin. Mehr-shafqat qilish bilan hech ish vujudga chiqmaydi. Mehr-shafqat qilish faqat qilish yorisining ochiqini bir oz basalaydi, xolos.
Shundaqmi? Oliyjanob, asli maqsadga kelsak yaxshi emasmi? Kechirsizlar oliyjanob. Men janobi Maksimiliandan bir savol so'rsam bo'lamdi? So'rava. Siz ko'rishgili bo'lgan hiliqi oila. İsa'ga ergashganlik sababdan bugun o'ldirilgan hiliqi jinoyatkor pilotisning uyi shu emasmi? Ha? Bir hojatmanga rimliqlar yordam berishi kerak. Ammo jinoyatchi rimliq bo'lsa-mu jazolanish kerak. Men hayron qilyapman. Siz bir jinoyatchi xristianning oilasini yo'qlig'iga bag'amitimiz. Shundoq oliyjanob. Bu gap rost. Lekin oliyjanob, sizcha bir kishining jinoyati sababli uning oilasimi jazolanish kerakmi? Sözümge obdan kulak seling. Siz meni obdan bilisiz. İnsanlarning jini mening oldimda bir hasharatchilik qimmatga ega emas. Siz qizimning eri, ammo ko'zimdan atvorliq emassiz. Agar bilmasangiz, qizimdan so'rab beqing. U mening o'zimga xiyonat qilganlarning ko'zini o'yib, yiroqqa tashlayotganligimni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Siz qilmishingizga bekrak diqqat qiling. Men bir kishiga kichikini shaklinib qolsam, hamma ish tugaydi. Tushundingizmi? Yana boshqa savolingiz bormi? Yo'q. Faqat bir tavsiyam bor. Agar men sizning o'rningizda bo'lgan bo'lsam, Elin xonimning kelgusini ko'proq o'ylagan bo'lardim. Men tushunamadim. Buning siz bilan nima aloqasi? Siz bunday ishlar orqali uni xatarga duchor qilasiz. Shunga siz qilmishlaringizga ko'proq diqqat qiling. Sizmi o'zingizning eg'iziga diqqat qiling. Chunki u eg'izdan cho'ng so'zlar qilinadi ekan. Yirtilib ketishi mumkin. Janobi Maksimilianmi bir muvahhid bo'lishi mumkinmidi? Odamning ishongisi kelmaydi. Uning qandoqligini kelgusida bilamiz. Janobi Maksimilian. Ha? Qazining Juliusqa bir kishi qiyin qisloq ostida Aduniyaning yo'shirilgan joyini oshkorlab qo'ydi deyotganligini anglab qoldik. Men shunday o'ylagan. Sizlar ansirmanglar. Galus Aduniyaning qishiga ketdi. Julius silning qayaga borganliklarini nerdan bilgandi? Meningcha kaynimga odam tushgan gap. Sizlar qanday qaraysizlar? Sizlarcha u qanchalik biladigandi? O men bilan ayolimning butqa cho'qinmaydiganligimizni cho'qin biladi. Ammo o men bilan boshqa muvahhidlarning aloqasi borligini bilamdi, bilmamdi. Buni bilgili olmaydi. Agar u sizlarga gumon bilan qarsa, nima uchun bizni gumon qilmasin? Men unda qaramayman. Uning biz bilan emas, Maksimilian bilan adovati bor. Afsuski men bu so'zni aytganligimdan afsuslanaman. Chunki u ilgari Helen xonimga ko'z solgan edi. Shundoq, bu ahvolni menmi, Helenmi, Dikuliatanismi biladi. Hammaylan biladi. Helen bundaq bir maxluq bilan to'y qilib qilishdan pokdir. Uningdan bek hazar qilish kerak. U imperatorga yaqin. Uning sizlarga bo'lgan adovati tufaylidan kishi sizlarga ilinib qolsa, so'ngaki cho'nqir kirib ketadi. Sizlar ansirmanglar. Uning bizga qarshi bir dalil paketi yo'q. Allohning yordami bilan bundan keyinmi bo'lmaydi.
Men janobi Diokletianosni sizlarga buningdanmi qattiqroq tegamdikin deb o'ylagan edim. U majbur bo'lmagan ahvol ostida bunda qilmaydi. Sizlar yaxshi bilasizlar. Uning Filadelfiyadagi hukumatining davomlashishi men bilan sizlarning otalarimizning himoya qilishiga bog'liq. U mushu maqsadda imperatordan bizni o'ziga mushavir qilishni iltimos qildi. Unutib qoldinglarmi? Janob vali, ruxsat qilamdilar. Sizning hukumatlarning asosini munosib yoki nomunosib chiqarilgan qarorlar mustahkam qila oladi yoki davolga to'laydi. Maksimilian o'zlarining kuy o'g'li bo'lgandan boshqa yana Rim parlamentining yuqori darajalik vakili bo'lgan Marsilos apandining o'g'li. Amaliyotda u imperatorning eng yaqin kishilaridandir. Shunga u haqda biror qaror chiqarish nihoyat tez. Shundoq, bilimi. Ammo uning o'z beshimchiliklari boshqalarni texmi haqovrlashtirib qo'yishi mumkin. Agar uningdan bir xatarni his qilsam, qilch fursat bermayman. Hozircha uning lozimi bor. At ko'rishayli, xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Bek ichim pishib ketdi. Birsi bilan o'ynag'im bor. Astroq tutqin. Qara Erikmit dadan keldi. Salom dada. Men bugün anamni xafa qilmadim. Bilaman o'g'lim, cho'qim shundoq bo'ldi. Sen hamisha yaxshi o'g'il tursan. Erikmit bu yoqqa kel. Kela o'g'lim. Dadang yeyib ketibdi. O'zing berib o'ynag'in. Nim bo'ldi? Bir ish yuz berdimi? Pilotos. Onu öldürüpdimi? O'zingni besib ol. Shundaq dadangning buyrug'i bilan uni Apollon ibodatxonasi oldida o't kuydirdi va jasadi 3 kungacha boshqalarga ibrat bo'lish uchun manchanoq ustida qo'yib qo'yishga buyruq qildi. Onunğa nefret bo'lsin. O menga yomon ata qilib keldi. Men bir qancha qitim aytdim. O mening dadam emas. Menga buncha ko'p ta'na qilmang. Helen, ota-onalarning gunohini farzandlarga otib qo'yilmaydi. O'zingiz yaxshi bilasiz. Men bundoq dadam borligidan nomus qilaman. Mening pat-pat uning qishig'i bog'inim yo siz uchun yo biror kishini qutqizish uchun. Agar undoq bo'lmagan bo'lsa, men uni ko'ray ko'zimmi yo'q. Men uning qilmishlarini hech qachon sizga chetib olmadim. Faqat uning jinoyatlari yuragimni siqishtiryapti. Mening ko'rganlarim sizning ko'rganlaringizga qaraganda hech nima emas. Bugun dadangiz, kechiring. Diokletianos meni agar sen ko'zim bo'lgan taqdirdimi, uni cho'qim yulib tashlayman deb tahdid qildi. Shundoq, u rost aytdi. U o'zining deganlarini qilmaydi. Jinim pida Ali janob. Ali janob salom. Nihoyat yaxshi chiqibsan Azoil. Bak yaxshi. Aferin sana. Yeni vazifa bor. Ko'lalchi Aduniyani kuzatgan. Oningdan qilchi g'afil bo'lib qolma. Xo'p Ali janob. Ey, sen Juliusning xatiri Maximiliannikidan oz emas deb o'ylamamsan, hm? Nima desam bo'lar Ali janob? Bo'libmi? Uning bilan aloqa qilgan kishilarni bakrak kuzatgan. Xizmat ko'rsatishga tayyorman.
Qani al. Xo'sh, aliylar. Mangaylı. Onun deyişçe, siz onun ko'zini qandaq yulib etganligini ko'rib turibdi ekansiz. Qaraganda, o anangizning masalasini demakchi o'xshaydi. Rost deydi. O rost deydi. Men ko'rgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rgan. Anam Damashqning atrofidagi bir yezning aholisi edi. O yerdagi aholilarning hammasi Aziz Barnabaning vasisi bilan xristian bo'lgan. Rimliklarning hujumida anamdan boshqa barliq aholilar ularning qilich ostida o'ldirildi. Anam barliq urug' tuqqanlarni ve ota-onasini Daqiyanusning qandoq bo'g'izlab o'ldirganligini o'z ko'zi bilan ko'rgan ekan. Ameliyatda anamning go'zalligi Daqiyanusning qo'li bilan o'ldirilishiga to'salg'i bo'ldi ekan. O onamni mecburi o'z amriga olgan. Biliman Helen. Men bularni ilgari anglagan. Siz angladınız. Ama men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Aytib beqinglar. Men bularni qandoq unutib ketalay? Anam ko'p ochiq yutdi. Ko'p. O Diokletyonusdan ve Rim ilahlardan öz intiqamını elish uchun fursat kutib turadi. O qasrda hamisha nazorat ostida bo'lganlik uchun uningga bundoq fursat kelmagan edi. Bir kuni bir qancha ibodatxonadagilar ilahlarning haykallarini chiqibdi deb angladik. Shu chog'da butni chaqanlarni tutish uchun qattiq tekshirish elib berib, nurg'on odam tutdi. Hatta anamni tutib ketdi. Ey muqaddas Meryem. Melikem, bunda qilmislar. Ular bilib qolsa, sizni poch qilib yutadi. Qarab turmay bir chetga o't. Men seni Afrikani güzetkili qo'ygan edim. Halbuki sen ilahlarga xiyonat qilib, uning qo'lchimaq bo'lsa, agar sening yordaming bo'lmagan bo'lsa, u ibodatxonalarga hargizmi qo'l tekkizolmaydi. Sening jazoing o'limdir. Uningda gunoh yo'q. U faqat mening buyrug'imga itoat qildi. Uni qo'yib etinglar. Uning gunohi mening buyrug'imni qayrib qo'yib, sana itoat qilganligidir. Çap bunun kalısını. O özünün cinayetinin akıbetini köydü. Hem de senin cezayın şu ki, sen ilahlarının otudu köyüşün gerek.
Meni ölümden korkutma. Sen mening barliq urug' tuqqanlarimni ko'z oldimda tosh butlar qurbonlik qilgan va ota-onamning beshini olgan cheg'inglar men intiqom olish qaroriga kelgan. Mening ölümden qo'rqinchim yo'q. Men sana bir qitim fursat bermoqchi. Sen Apollonning oldida İsa'nın ilahiden bezar bo'lamsa yo'q. Men bir Allohdan boshqa cho'qinmayman va uningdan boshqa ilohni tunimayman. Rimning ilohlariga sajda qilib, ularga qurbonlik qilamsa yo'q. Rimning ilohlariga la'nat. Toshbutlarga va butparastlarga la'nat. Rimning jinoyatchi imperatoriga la'nat. Yo'q! Ey alip ilahi, bu qurbonlikni mendan qabul qilgin. Yo'q! Ana! Onu qo'yinglar. Mening qizim. Qizim, sizning qo'lingizdan hech ish kelmaydi. Ey qudratli Apollon, ilahlarga xiyonat qilgan kishining jazosi mana shu. Mana shu. Ey Allah, meni qabul qilgin. Bu gunohkor bandani qabul qilgin. Ey Allah, qizimni sana topshirdim. Uni o'z panoyingda saqlagin. Butlarni sening rizoliqing uchun chaqdim. Ana! O göz aldımda kuyuvatatdı. Benim kolumda hiç işkenmedi. Allah onun ruhini muqaddas Meryem bilan hamroh qilsin. O botir ayol ekandiq. Ben sizden ensiravatımın. O aman sizin aqidanızı bilip qaladı. Ben korkunç düşlerini görüvatımın. Allah'ın nimini taqdir qilganini bilmeymen. Ama bekle qo'rqib ketavatımın. Ortiqcha andish qilmang, Helen. Mening kechada ko'rgan tushimda Daqiyanu sizni o'ltirib yetibdi. Ammo Alloh shukri, yashayotqideksiz. O arqa-arqadan dehshatlik voqealar bizning aramizda tug'dik. Biz bir-birimizga yetolmabdik. Bizning aramizda nihoyat ko'p orliq bor ekan. Men yosh va siz qiyirib ketibsiz. Men sizni dodam debdiman. Qaysinglarning dodam ekanliklarini bilmabdiman. O sizni o'ltirganlikdan xo'sh bo'layotgandek. Men qo'rqyapman. Men rostla qo'rqyapman. Nima qilishimni bilmayapman. O'tinayman, yordam qiling. O'zingizni tutib oling. Sabr qiling. Bir tush uchun buncha ko'p ansirashning hojati yo'q. Allah o'ziga ishongan bandalarini yolg'iz qo'ymaydi. Mening sizdan boshqa hech kimim yo'q. Siz mening faqatla erimla emas, balki muallimim, yo'lboshchim, nijotlik berguchim va borliqimsiz. Men yo'riqlikni siz bilan ko'rdim. Umidni siz bilan topdim. Va imonimni sizdan o'rgandim. Siz o'zingiz bu xislatlarga tegishli edingiz. Men hech chiqib beramadim. Bo'lamdi. Men sizdan faxrlanaman. Mening kechada ko'rgan tushimda bu taxtdagi rasm onammish. Ammo men onamni ko'rgan. Tushimda men o'lib ketibdiman. Siz mening gördiki o'lik holatimga yoki bu rasm taxtisidagi hayot olimiga ishonolmay turib qoldiksiz. Men bu rasm taxtisidami qo'rqyapman. Helen, o'zingizni tutib oling.
Bu bir rasm taxtasi uchun buncha ko'p ansirashning nima hojati? Buni bu yerdan ilib eting. Yo'q. Men ayolimning rasm taxtasini yaxshi ko'raman. Bir kimning uni bu yerdan ilib etishiga yo'l qo'ymayman. Tushundingizmi? Bizning sonimiz oz. Shunga biz o'z kuchimizni dindoshlarni tarbiyalab chiqishga va xristian diniga ko'p kishilarni jalb qilishga sarf qilishimiz kerak. Qachonqacha bizning dindoshlarimizni o'lim girdog'i top yo'lga selaverdi. Biz nimish kuchuk turaveramiz? Mencha bu zamonda musibatlarga va turli qiyinchiliklarga sabr qilishning o'zila nihoyat cho'ng ibodatdir. Agar sizlar kishilarni hukumatga qarshi qo'zg'amasanglar, xristianlar bilan rimliqlar o'rtasida hech qanday to'qinish yuz bermaydi. Hojimiz Isa bizni zolimga itoat qilishdan cheklamaganmi? Sizlarning kishilarning jonlarini behuda xatarga tashlash haqqinglar yo'q. Barliq qudrat Alloh taolaning ilkidir. U o'zi xohlagan kishiga ato qiladi. Shunga o'z qudratini Alloh taolo tarafidan olmagan hech qanday bir qudrat egisi yo'q. Alloh o'z qudratini payg'ambarlarga va yaramliq kishilarga topshirdi. Shaksizki, zolimlarning qudrati Tangrining qudrati emas, balki shaytonning qudratidir. İbrahim bilan Namrudning, Musa bilan Fir'avnning va İsa bilan Hayrutning qudrati o'xshashmi? Allah'ın bendisiga salam. Xo'sh kelding, Galus. Zaman san hoş ötsün. Ali janob Maximilian nima ish qilyotdi? O meni bu yerga avatdi. Va mundaq dedi. Sizning yoshiringan joyingiz pash bo'lib qapti. Bu yerdan darhol ketinglar. Xatar shuncha yaqinmikan? Ali janob Maximilian o'rinsiz ogohlantirish bermaydi. Oldiranglar. Vaqtni o'tkazishga bo'lmaydi. Ha, bo'ladi. Siz mang'ash turing. Men hozirla chiqay. Avval bularni mandurib etmasam bo'lmaydi. Bularga esla, ehtiyot bilan mansun. Bu yer nazorat ostida bo'lishi mumkin. Birodarlar, hozir menga xabar etkapti. Bu yer bexatar emaskan. Shunga ehtiyot va tamkinlik bilan bu yerdan tarqab ketinglar. 3 kundan keyin shahar sirtidagi qabristonlikning yer ostida ko'rishaylik. Siz bunda qilish orqali hem İsa'nın dini ta'limotini xilofil kishilar ta'lim beryapsiz. Hem ularning jinni xatarga duchor qilyapsiz, xatarga. Alloh bizning hammamizni hidoyat qilsin. Agar bu yerni bilib qilib, kishilarni umumyuzlik o'ltirib etsa, buning kim javobgar bo'ladi, ha? Alloh taolaning rahmatidan umidvor bo'lish kerak. Faqat Alloh taolo xohlagan ishlar yuz beradi. Ustoz, agar zarur bo'lsa men sizni qo'g'dab bu yerga qilib qolay. Yo'q, ketsang bo'ladi. Ansirmagan, men bu yerdan ketaman. Allohga omonat.
Bu yerda nima ish qotsa, munofiq. Eshitma, bu yerdan o'tib ketayotdim. Yolg'on gap qotsa, agar seni bu yerda yana bir qatim ko'rib qolsam, tirik qolmaysan. Yo'qol. Ma'qul, ma'qul. Nima xabar Matios? Ali janob Julius. Azoil Yahudining xabarlari bor ekan. Sen bu yerda nima ish qilasan, ha? Men sen dunyoni nazorat qil demaganmi? Shundoq degan edilar. Biroq biroz ilgari bir kishi uni mapi bilan qochirib o'tdi. Men piyoda bo'lg'achqa ularni qo'g'layolmay qoldim. Nima ish qilib piyoda? Ali janob, otning lozim yo'q edi. Chunki men uni qochirib o'tay deb o'ylamagan edim. Qasrning ichidagi xabarlar qandoq sirq chiqib qoladigandi? Mapaydug'ichini to'nyanmidingmi? Yuzini o'rib ekan, ammo mapa Maksimilianning mapsi deb o'ylayman. Ondaqda Maksimilianning uyini nazoratga ol. Map shuningmi emasmi diqqat qil. Tez bor. Albatta janob. Kun petishdan burun shahar kirib qilishimiz kerak. Ansirmang, vaqt hali yetarli. Kechirsizlar Ali janob. Men bir savol so'rasam bo'lamdi? Matios, men seni eng yaqin do'stim deb qarayman. Shunga nimani xohlasang so'ra ver. Sizlar bilan Maksimilianning ixtilofi nimadan va qayerda boshlangan? Men sen ishongan bo'lg'achqa deb beray. Men uzun yildan buyon Helen xonimni yaxshi ko'ratdim. Diokletianusmo bu ahvoldan xabardor edi. Lekin Maksimilianning kelishi bilan Diokletianus qizini uningga ikki qo'llab taqdim qildi. Men shu kundan boshlab Maksimilianning Helenga layoq yo'qligini, uning bir xiyonat ekanligini isbotlab chiqishga bel bog'ladim. Buni cho'qim isbotlab chiqaman. Uningga qarshi dalil paketni to'pladim. Uni Diokletianusga doklad sifatida bayon qilaman. Agar u parvo qilmasa, ikkinchi dokladimni imperator
Adrianusga taqdim qilaman. Janobi Diokletianus va Helen xonim Maksimilianni nima uchun sizdan ortiq ko'rdi? Bu biz ikkimizning Rimdagi ta'sirimizga aloqador. Maksimilian bir Rimlik parlament a'zosining o'g'li. Men bo'lsam Rim qo'shinining odatdagi bir askarning o'g'liman. Diokletianusning hukumati uchun kim yaxshi yo'lanchiq bo'la oladi? Nihoyat afsuslanman, oliyjanob. Bo'ldi, bu gaplarni qilmaylik. Bizni ketyapmiz, Galos. Sizlar bir mezgil shahardan yiroq turishlari kerak. Qandoq? O'rmonda yoshirinadigan o'rinlar nihoyat ko'p. Sizlar vaziyat tinch bo'lguncha bir qancha kun yoshirinib tursizlar. Shu orqali Rimliklar sizlardan g'afil bo'lib qoladi. Men sizlarga har kun tomoq to'shib turman. Yo'q, men yolg'iz emas. Jinimni qo'g'dash uchun o'zimning vazifamni unutib qolsam bo'lmaydi. Yig'ilish va kishilarni to'g'ri yo'lga boshlash ketishmaydi. Bu ishlarni kiyimi qilg'il bo'ldi. Lekin men dindoshlarimga 3 kundan keyin qabristonlikning ostida ko'rishishni va'da berib qo'ydim. Undaqda ehtiyot qilish kerak. Ansirmagan Galos. Mening so'zimga bir oz quloq sep qo'yisli bo'lmamdi. Quloq solima, quloq solima. Yo'q, quloq solmaylar. Qaysi olamda agib yurganlari ma'lum emas. Meni kechirgin Atina, imperatorning Filadelfiyaga kelish xabari meni hayajonlantirib qo'ydi. Faqat bir ish xato bo'lib qolsa, hamma ishlar buzilib ketadi va bizning hamma orzu-armonlarimiz bekor bo'lib ketadi. Qashki bu ham xiyollarning o'rniga muhim ishlarga biroz diqqat qilgan bo'lsin-chu. Atina, ey Atina, sen tushunmaysan. Sen imperatorning bu yerga kelishining mening Rimdagi hukumatimning o'rnini qanchalik mustahkamlaydiganligini bilmaysan. Yana dexe mening ko'p xotirlarim asliga keldi. Adrianus bilan nima degan xushallik kunlarni o'tkazgan edik-a? Baynan Nahrayn urushi xuddi tunugingidekli turdi. Nima degan cho'ng iftixor, ha? U chaqda men bir harbiy qismining boshlig'i edim. Adrianus pal cho'jilarini qapazdan sirtqa chiqarishga buyruq berdi. Rambal ularga dan chashdi. Ular intayin ishtaha bilan yavatdi. Bu jangning bizning manfaatimizga tamomlanishining alomati edi. Bir g'alaba oldimizda edi. Nima degan muborak pal, ha? O nima degan muborak pal? Nima degan muborak? Onundan keyin Adrianus hayvat va tamkinlik bilan shahar tarafga bir qancha qadam ilgirladi. Va yuqori ovoz bilan to'lidi. Bu shahardagi ilohlar menga quloq solsin. Men sizlarning uylardan va shaharning o'tkinchi yo'llaridan yiroqlarga ketishinglarni va uningga qon yig'ilishinglarni talab qilaman. Hamda bizning nayzilarimiz, o'qlarimiz va qilichlarimining oldida bu pastkash kishilarni mudofaa qilmanglar. Bizning bu shaharga g'alaba bilan kirishimizga yo'l qo'yinglar. G'alaba bilan, g'alaba bilan. G'alaba. G'alaba. Sizlar mening so'zlarimga quloq solmaylar demadimmi? Sizlar o'zlarining ham xiyollarida uzib yuringlar. Nəhayət yaxşı. Əmdi qulaq salay. Hadrianus kimni o'zining izbosari qildi deb o'ylaylar? Ma'lum emas. Sizlar Hadrianus bilan do'stlik munosabatimiz bak yaqin demidinglarmi? Albatta, Hadrianus bilan o'tkazgan kunlarim birdanmi esimdan ketmaydi. Hamisha u go'zal kunlarni eslayman. Mening maqsadim o'tgan aslimlarni yangilash emas. Balki bu do'stlik munosabatidan eng yaxshi foydalanish kerak demakchi. Masalan, qanday foydalangan bo'ladi?
Uningdan o'tmishdagi do'stliqinglarning qimmati va uning jinini qutqizib qolganliklarining mukofoti uchun sizlarni o'zining o'rniga izbosar qilishni talab qilg'aylar. Gerçi bu ham xiyollarcha bir arzu bo'lsa-mu, ammo uni amalga oshirish uchun tirishchilik ko'rsatishga bo'ladi. Zini yo'q. Faqat zini yo'q. Nemishqa ham xiyollarcha? O'zlarining oqilanaligi va layoqatiga shak qilamlar yoki Hadrianusning do'stligigami? Hech qaysisiga. Men Rim parlamentining qaroriga baxchin putib ketmayman. Hatto Hadrianus ketilgan taqdirdimi? Ular ketilmaydi deb qarayman. Lekin ziyni yo'q. Xuddi oltin o'ziga yoqib ko'z qo'ygandek. Diokletianus. Sizlar bilmaylar. Rimning birinchi ayolining o'rniga chiqish nima degan lazzatli-a? Bu zehnimdan chiqarib etiladigan arzu emas. Undaqda senmi bu ishni bo'sh turmagan. Hadrianning ayoli Sharnixinmi bu safarda uningga hamroh bo'lib keladi. Sen uning bilan do'stlik munosabati o'rnatgan. Ayollar erlarining qaroriga ta'sir ko'rsatishda alohida rol o'ynaydi. Gerçi uni ko'rish arzuyim bo'lmasimi? Ammo bu yomon maslahat emas ekan. Shundaq yomon emas. Xotirjam bo'lsizlar. Men cho'qim shundaq qilaman. Oliyjanob Julius. Aliyjanob Diokletianusga salom. Janobi Julius, shahar ahvolini bayon qil. Hamma ishlar o'z joyida. Mening birdan-bir ansirayotganim qasrning ichi. Qasrning xabarlari sirtqa tarqab ketyotdi.